Unutilgan qahramon To'xta eli. To'xta eli 1891-yili kuzda hozirgi Turpan viloyatining To'qsun nahiyasida vatanparvar dehqon Ahmad Hojim oilasida dunyoga kelgan. U mazkur oilaning eng kichik o'g'li bo'lib qolmasdan, ayni chog'dagi milliy ozodlik inqilobiy rahbarlaridan biri bo'lgan Temur elining o'z inisi edi. Umu eng dastlabda aksiga o'xshash o'z yurti To'qsunda dehqonchilik bilan shug'ullangan. Keyincha qo'rqimsizligi va jasorati bilan Mahmud Muhiti va Maqsud Muhitining diqqatini tortgan. 1920-yillardan 1930-yillargacha u 10 yildak Muhitilar jamoatining karvonlarini Sharqiy Turkistonning har qaysi chegara joylarigacha muhofazat qiladigan karvon muhofazatchisi va qo'g'duvchisi bo'lgan. 1930-yildan keyin yaqin do'sti Abduniyaz Kamal va Saydul bilan birga Abduxoliq Uyg'ur bilan yaqin munosabat o'rnatgandan keyin kelgusidagi milliy inqilob sarkillarining biriga aylangan. 1931-yili bahorda Xo'janiyaz hojilar Qumulda milliy mustaqillik inqilobining tunji pay o'qini otgandan keyin bu qutlug' kunni kutayotgan Turpandagi o't yurak azmatlarmi Muhitilar jamoatining yetakchiligida jiddiy holda inqilobga tayyorlik ko'rishgan. 1932-yili 12-oyning 29-kuni Maqsud Muhiti, Mahmud Muhiti, Bayaxun Azizi, Pasha Xo'ja va Abdurahmon Axun qatorliq 13 kishi birlashib Ostonada xalqni qo'zg'olon ko'targan. Qo'zg'olon tez kuchayib Turpan shahri, Pichan, Singim qatorliq joylarga kengayib, Oqqun militarist Jinshurin qismlariga qaqshatquch zarba bergan. Mushu halqiliq paytda To'xta eli va Qurbon g'ozilar hozirgi To'qsunda qurolliq qo'zg'olib To'qsunni ishg'ol qilgan hamda ko'rlig'i yurish qilib 1933-yili 1-oyda chaqmoq tezligida Ko'rlini ishg'ol qilgan. To'xta elining chaqmoq tezligida To'qsunni ozod qilishi Urumchidagi Jinshurinning Turpandagi inqilobchilarni bostirishga avatgan, askarlari bilan Qumulga avatgan g'olchisi Jallod Shingsayning Urumchidan Qumulga yetib keladigan askari va moddiy ta'minot yo'lini uzib qo'ygan bo'lsa, chaqmoq tezligida Tangir tog'larining janubidagi muhim shahar Ko'rlini ozod qilishi Tarim vodisidagi dushmanlar bilan markaz Urumchining aloqasini butunlay uzib tashlagandan sirt, eng muhimi Qumuldagi inqilobni butun Sharqiy Turkiston miqyosiga yamritish rolini o'ynagan edi. Harbiy ishlar strategiya nuqtasidan chiqish qilganda strategiyalik o'rnining nihoyatda muhim ekanligi isbotlangan. To'qsun bilan Ko'rlini qisqa vaqt ichida ozod qilish Sharqiy Turkistondagi dushman kuchlarini Qumul, Turpan, Eli, Altay, Urumchi va Tarimdan iborat 3 bo'lakka bo'lib o'tgan edi. Navoda To'xta eli halqiliq paytda Urumchi bilan Turpan Qumulni o'zaro bog'lab turadigan tugun To'qsunni ozod qilmagan bo'lsa, Xo'janiyaz hoji Qumulda qo'zg'agan milliy mustaqillik inqilobi va Muhitilar jamoati Turpanda qo'zg'agan milliy inqilob bostirilgan bo'ladi. Navoda qahramon To'xta eli chaqmoq tezligida Qori shahar va Ko'rli shahrini ozod qilmagan bo'lsa, Qumul va Turpan milliy inqilobchilari Urumchi va Qashqar tarafdan yordamga kelgan kuchli dushmanlar tarafidan o'jiqtirilib ketishi mumkin edi. To'xta elining yana bir to'hpisi o'z aksi Temur elining Ko'rliga kelib o'ziga hamdamda bo'lish talabiga qarta aksini tezdan kuchada cho'ng isyon chiqarib Qashqargacha bo'lgan janubiy Uyg'ur yurtlarini butunlay ozod qilishni tashabbus qilishdir. To'xta elining qarashicha Ko'rla va To'qsunni ozod qilish oson bo'lg'ini bilan mazkur g'alibi mevasini qo'g'dab qilish unchavola oson emas edi. Chunki Qumuldan Turpanga qarab kelayotgan Jallod Shingsay Yaponiyada harbiy maktabni bitirgan qonxo'r bo'lib qolmasdan qo'l ostidagi
Ak O'rus qismlari ashaddiy qon ichar mal'unlar edi. İlidiki Jiang Peiyuan degan Xitoyning qismlari har vaqt Turpan va Tarim vodilariga yordamga kelishi mumkin edi. Uningdan boshqa Kucha, Aqsu va Qashqardagi dushman kuchlar har vaqt Korla va Qori shahar taraflaridan Turpan va Qumul inqilobchilariga qarshi zo'r tahdid shakllantirdi. Ani shu vajidan To'xta eli o'z aksi Temur elini darhol Kuchada isyon ko'tarib, Aqsu va Qashqarlarni chaqmoqdek tez suratda ozod qilishga buyurgan. Yoshli cho'ng bo'lsa-mu inisining jasurligi va chechanligiga qo'l qo'ydigan Temur eli qilchi ishkilanmasdan hozirgi Kuchada isyon ko'tarishga tayyorlangan. Shunda qilib To'xta eli Korlini ozod qilganda Kuchada turayotgan Temur eli Qumul Turpan 90'larda qo'zg'algan qo'zg'olonchilarga ovoz qo'shib 1933-yili 1-oyning 27-kuni shoyarlik Hodi Alam bilan birlashib Bugurda qo'zg'olon ko'tarib, shu yili 12 fevral tun nisbida hozirgi Kuchani shiddatli jang bilan ozod qilgan. Bu chaqda Jinshurin Qumuldagi Shingsayga Turpan qo'zg'olonchilariga qarshi jazo yurishi qilish to'g'risida qattiq buyruq tushirgan. Mahmud Muhiti boshchiligidagi qo'zg'olonchi qo'shin Turpanga hujum qilgan Shingsay va yollanma oq o'rislarning muntizim urush qismi va zamonaviy qurollarga uzun bardoshlik bera olmay, To'qsun va Bag'rash orqali Janubiy Uyg'ur yurtlariga chekinishga boshlagan. Turpanni azalli ishg'ol qilgan jallod Shingsay Turpanda Abduxoliq Uyg'ur boshliq ilg'or kuchlarni va nurg'unlagan tinish ommini qirg'in qilgandan keyin To'qsunga yurish qilgan. Chunki Urumchiga qetish uchun cho'qim To'qsundan o'tmasi bo'lmaydi. Bu chaqda Korlini ishg'ol qilib turgan To'xta eli aksi Temur eliga To'qsunga kelmay Janubiy Uyg'ur yurtlariga yurish qilishni tavsiya qilib, o'zi To'qsunga berib Turpandan Urumchiga qechiyotgan Shingsay qismlarini to'sib urush qilishni qaror qilgan. Asosliq qo'shini qilish va oddiy miltiqliq To'xta eli darhol Korlidan To'qsunga kelib, Xodong degan yerdagi qor buloqda zamonaviy qurollar bilan qurollangan jallod Shingsay askarlari bilan urushib mag'lub bo'lgan. Eng yaqin sabdishi Qurbon G'ozi urushda o'q tegib shahodat sharbatini ichgandan keyin To'xta eli tog' tarafga chekinish buyrug'i bergan. To'xta elini Xo'janiyoz hojidinmi cho'ng tahdid deb qaragan jallod Shingsay uningdan qutulolmay turib Urumchiga sog' salomat qechib ketishga ko'zi yetmay To'xta elining qo'shini tarkibidagi bir yerlik Tungan va bir turpanlik xoinni setib olib, shularning xoinligi bilan To'xta elini tutqun qilib, putqollari chambarchas bog'langan qahramonni jadu va qilishlar bilan chanab tashlagandan keyin darhol Urumchiga qochgan. To'xta elining g'ayrati bekor bo'lmadi. Qini bekor oqmadi. Chunki uning o'z aksi Temur eli 1933-yili 4-oyda Qashqarni ozod qildi. Shu yili 6-oyda Xotan Uyg'urlari Yakanni ozod qilib, keyingi oyda Qashqarga qadam tashrif qilib, Temur Pasha bilan uchrashdi. Natijada 1933-yili 12-noyabr kuni Qashqar shahrida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi.